2025-yil 6-variant test tahlili. Bu 6-haftamizning birinchi tahlili hisoblanadi. Savollarga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, variantlarda olmoshlar berilgan. Olmoshlarga doir testlarni ishlash uchun o'zidan oldingi yoki o'zidan keyingi so'zlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu yerda job ot, lift fe'l, lekin bizda ot kuchlilik qiladi. His o'zidan keyin plus otni talab qiladi, ishlatsak bo'ladi. Him asosan fe'ldan keyin keladi. Bu yerda lift fe'l bor, lekin job ot borligini hisobiga ot bor joyda himni ishlatish xato. O'chiramiz. Her to'g'ri, plus ot keladi. She's gapda ega vazifasida kelish kerak. Bu yerda esa otdan oldin keladigan narsa gapda aniqlovchi vazifasini bajaruvchi olmosh kerak, ya'ni aniqlovchi olmosh. Bizda his ham her ham vazifa jihatdan bir xil va endi gapning egasiga qaraymiz. Gapda ega bu yerda Rita so'zi. Rita bu qiz bolaning ismi bo'lganligi uchun variantda her javobini qo'yamiz. Ikkinchi savol. Zamonlarga doir savol bo'lib, kalit so'zdan topib olamiz albatta. At the moment degan kalit so'z bor bu yerda. Chizib olamiz va shunga ko'ra at the moment kelgan joyda har doim emezar fe'l-ing bo'lishi kerak. Bu yerda Charles Maxwell'ga is qo'yamiz. Fe'ldan esa look kelgan ekan, looking qilamiz. Is looking degan javob bor variantni qidirib topamiz. To'g'ri javob D variant. Biroz talaffuzi xato chiqsa va o'zbekchada ham biroz g'alati gapirayotgan bo'lsam e'tibor bermang. Chunki biroz tumovga yo'liqqanman. Shuni hisobiga talaffuzim uncha yaxshi chiqmayapti. Gapirishda ham biroz qiyin bo'lyapti. Gapda zen bor, sifatlarining mavzusi. Zen bor joyda har doim yodda tursin. Ikkita narsa keladi. Yoki er yoki more kelishi kerak. Mana shu ikkalasi bor bo'lgan variantni qidiraman. To'g'ri javob bitta C da bor. Tagiga chizamiz. To'rtinchisi. Mana bu hospital degan so'z bor. Bundan avval ham aytganmiz, agar tegishli shaxs bo'lsa artikl qo'yilmaydi. Agar bir martaga borib kelsa, aniq artikl qo'yiladi. Bu yer amakimni ko'rish uchun shifoxonaga boryapman degan. Demakki, shifoxonaga tegishli bo'lmagan odam bir marta boryapti. Agar bemor bo'lib borganda edi, artikl ishlatmagan bo'lardik. Lekin bu yerda artikl ishlatishimiz kerak, chunki bir martaga boryapti. Bir martalik ish harakat. Beshinchisi, tasdiq so'roq gap ekan. Tasdiq so'roq gapda quyidagicha bo'ladi. Ya'ni tasdiq so'roq gap mana bu yerga yozaylik. Gapda yordamchi fe'lni topaman. Erika hasda yordamchi fe'l bu do. Va keyin Erikaga qarab olmosh tanlayman. Erika bu qiz bolaning ismi, she. Va gap darak bo'lsa, uni inkor qilib o'zgartiraman. She ga nisbatan does bo'ladi. Inkor qilsam doesn't bo'ladi. Doesn't she degan javobni qidiraman. A variantda bor. Tasdiq so'roq gap qilishim uchun yordamchi fe'lni olaman. Darak bo'lsa inkor, inkor bo'lsa darak qilaman va gapning egasini aniqlab, unga nisbatan olmosh qo'yaman. 6-savolda ifdan keyin leave kelgan. Biz formula o'tganmiz. Formulaga ko'ra if present simple, will, shall, future simple bo'lishi kerak. To'g'ri javob bu yerda D variant bo'ladi. 7-savol predloglar. Oy nomlari bilan o'zi aslida in kelishi kerak, lekin sana kelsa in to'g'ridan to'g'ri 10 ga aylanadi. To'g'ri javob bu yerda C variant. 8-si. Bizda juda ham ko'p bor. Sen biron bir mana bu yerda eniga e'tibor qarataylik. Eni bor joyda gap inkorda bo'ladi. Inkorda bo'lmagan gap bu yerda have to bor. To'g'ri javoblar qatoridan o'chiramiz. Needn't qoldi, can't qoldi, mustn't qoldi. Ana endi buni tarjimaga qo'yishimiz kerak. Sen biron bir meva sotib olishing kerak emas.
bizda yetar ko'p bor. Sen sotib ola olmaysan deyapti. Bu yerda mazmun buzildi. Sotib ola olmaysan gapi bilan. Devarada qat'iy qarshilik, sotib olmasliging shart deb beryapti. Bu yerda esa needn't avlaroq bo'ladi. Ya'ni sotib olmasang ham bo'laveradi, chunki bizda ko'proq bor degan mazmunda needn't keladi. Mustn't esa kuchli inkor va bu yerda kelishi grammatik tomonlama va mazmun tomonlama xato hisoblanadi. 9-savolga qaraydigan bo'lsak, 9-savolda bizdan buyruq gap berilgan qatorni toping debdi. Buyruq gaplarning boshi har doim fe'l bilan boshlanishi kerak yoki inkor bo'lsa don't bilan boshlanishi kerak. Avaratda neither bu olmosh, neither olmoshi bilan boshlanadigan inkor gap mavjud emas. Buyruq gap. B variantda inkor buyruq bor va biz buni to'g'ri deb qabul qilamiz. C variantda to be bilan buyruq gap yasalmaydi. D variantda Simon ism bilan buyruq gap yasalmaydi. 10-savol sinonimini toping debdi. Angry'ning sinonimi bu yerda mazmunan oladigan bo'lsak, clever aqlli degani aqlli va badjahl sinonim bo'la olmaydi. Happy xursand degani sinonim bo'la olmaydi. Scared qo'rqoq degani, mad degani aqldan ozgan, aqlini yo'qotgan, ya'ni jahldan sarmast bo'lgan degan mazmunni bildiradi. Bu yerda sinonim D variant. 11-savol report qilishimiz kerak. Asked bo'lganligi va gap so'roq gapda berilgan. So'roq gapda birinchi darakka aylantiraman. You did yo'q. You ask cat qilaman, chunki did you ask darakka aylantirsam you asked bo'ladi. Va keyingisida bu so'roq gap bo'lganligini hisobiga if yoki whether qo'yishim kerak boshiga men va zamonni bitta orqaga suraman. Mana shu holatda you had asked shakliga o'zgarishi kerak va keyingi qiladigan ishim olmoshni o'zgartirish. Olmoshni bu yerda I ga o'zgartiraman, chunki mendan so'radi deb muallif gapida aytib bo'ldi. I had asked degan javobni qidiraman. To'g'ri javob bu yerda C variantda bor ekan yozganlarimiz misolida belgilab qo'yamiz. A variant xato zamon o'zgarmagan, B variant xato gapning tartibi o'zgarmagan, D variant xato gap so'roq shaklida qolib ketgan. 12-savol. Haddan keyin jonsiz predmet kelsa, fe'lning 3-shakli ishlatiladi har doim. To'g'ri javob bu yerda D varianti bo'ladi. Xaritalar bilan ishlash. Kinoteatrni topib berang debdi ekan. Kinoteatrni izlaymiz avvalo. Kinoteatr qayerda? Xo'p, qayerda o'zi? Movie theater topdik. Mana bu yerda ekan. Qahvaxona bilan kitob do'konining o'rtasida debdi. Coffee shop, movie theater, bookstore. Yo'q, o'rtasida emas, yonida ekan. Xato. A variant. Xaritalar bo'yicha kelsak, coffee shopning yonida. Coffee shopning yonida movie theater bor, to'g'ri. Next to the coffee shop. Coffee shopdan o'tgandan keyin, ya'ni ning yonida. At the end of second avenue, ikkinchi avenue oxirida deb. Oxirida park bor. Next to deganning oldida mana bu yerlarda bo'lish kerak. Bu yerda beside javobini tanlaymiz. Ya'ni coffee shopning yonida bo'lyapti. Next dan keyin degan ma'noni beradi, ning yonida degan ma'noni bildirish uchun next to bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Mana shu jihatdan bu javobni olmaymiz. 14-savol. Xato yozilgan so'zni topishimiz kerak. Ya'ni grammatik tomonlama xatosi bor bo'lgan so'zni. Pompeii shahar is birlikda an ancient city. Ot aniqlovchi sifat olgan, sifatga nisbatan an ishlatilyapti. To'g'ri. In Italy davlat nomiga in keladi. It was destroying. Vayron qilinyapti. By the volcano degan joyga qaraymiz endi. Mana bu yerda by the volcano degan vulqon tomonidan vayron qilingan majhul nisbat ishlatilishi kerak. Va bu yerda esa aniq nisbat ishlatilgan. Shunga ko'ra 3-javob
xato bo'ladi va biz shuni belgilaymiz. Veridan keyin sifat kelishi kerak. Create fe'l, creature ot, creation ot, creative sifat. Bitta keladigan so'z creative sifat ekan. Ya'ni sifat so'z turkumiga mansub so'z, ya'ni ijodkor degani. Keyingisida for a long time ga qaraymiz. Bu bitta zamonni kalit so'zi, ya'ni tugallangan zamonniki bo'lishi kerak. Tugallangan zamon have has fe'l bilan yasaladi va to'g'ri javob bu yerda B da bor. 17-savol. Positive so'zni toping debdi. So'kmoq, insult, miss sog'inmoq, kill o'ldirmoq, fe'l yiqilmoq degan. Bu yerda ijobiy so'z faqat miss, 4-si. D variant bo'ladi. Ya'ni sog'inmoq. Suratni qaysi bir so'z tasvirlamaydi debdi. Qaysi so'z tasvirlamaydi ko'ramiz. O'quvchilar bormi? Bor. O'qituvchi yo'q. Classroom sinfxona bormi? Bor. Doska bormi? Bor. Demak, o'qituvchi yo'q. To'g'ri javob B variant bo'ladi. 19. Gapning mazmunini topishimiz kerak. Birinchi, ijara uchun xona. Kutilmagan o'ziga xoslik, kutilmagan darajada o'ziga xos, ya'ni bor yo'g'i 250 dollar har oyga mana bu elektr to'lovlarini o'z ichiga qo'shib deyapti. A variantda odamlar bu xonani ijaraga oladigan odamlar 250 dan ortiqcha to'lashi kerak. Bu yerda only bor yo'g'i deyapti. Xato. B variantda clients should pay for electricity and gas. Mijozlar gaz bilan svetga to'lov qilishadi deyapti. Bu yerda faqat gaz aytilgan, svet aytilgan, shunga ko'ra B variant xato. C variantda xonaning ijarasi 250 dan tushiriladi. Yo'q. Mana bu qo'shimcha to'lovlar borligi uchun 250 ga tushirilgan bo'lyapti. Bu javob to'g'ri qisman. D variantda esa xona kelgusigacha bo'shab qoladi. Bu narsa aytilmagan. To'g'ri javob C variant bo'ladi. Va shunday qilib 6-haftaning birinchi test tahliliga yakun yasaymiz.